Allahu Ekber, Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik dost, kan karındaş, dost biraderler. Bizimki bu katimki, yani hazırki ders programımız, yani ötkenki dersiniki devamı. Yani biz hazır Uluk Ramazan eydi turvatımız. Ramazan roz tutup, ibadet kılıp, Kur'an okup, Kur'an tilavet kılıp, teheccüd namazı okup, taravih okup, muşu ibadetle meşgul vaktimiz. Bu ayınki ne kadar uluk ikenligi, kandak bir ay ikenligini biz aldığımız dersimizde Kur'an'da bu ayetki asasen bırakır bilginimizni bilgen kadar kastırıga biz tep ettik. Onu hem karışıp Müslümanlar biz yani ortak menfaatlerini de bu mezmunu toxtaldık. Bizdeki hazırki yine bu dersimizdeki yine hazırki firgrami yine şu Ramazan'daki uluk hem şereflik ikenligininki üstüde toxtalımız. Hazırki toxtalığımız bu Ramazan'daki uluk ikenligini hem naytebek şereflik acayip uluk bir ay ikenligini hadiste körsetken hadis hasasen sözlep yani dep ötemiz. Bu hadiste ki ayga şu bilgi hadisteki şu ay Ramazan iyi doğrudan deyilgen hadiskinekine bizimki özümüzdeki istidadı kaya yetidi şu yetken kadar dep ötemiz. Şimdi bu Ramazan iyininki zade başka 11 ayga katti okşumaydıgallığı enik. Bu alayda bir ay. Bu ayninki uluk kelligini ne akıl bilen ya ne ki fikirine okulmaydı. Bu ayninki uluk kelligini Kur'an, hadis da deyilgen ayet ve hadisindeki hükmü ve deyilgen talimat ve sasemiz yoktu. Biz ötkenki dersimizde de Kur'an'da deyilgen ayetin üstüde bırakır toxtalgan, biz hazır hem de hadisindeki üstüde bırakır toxtalımız. Hem de Ramazan tutqa adam qanda qilish kerak, qanda ishni saqlash kerak. Ramazan tutqa vaqtimizda Ramazanda qilgan faoliyati va adamga nisbatan qandaq mukofot, qandaq savob beriladi. Bunun ustida olgan bo'ladi, bunun ustida bo'ladi. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ramazanniki ulug' ekanligida to'xtalib, shunda deydiki: "Men sama shahra Ramadana imanan va ihtisaban Gufira lahu ma taqaddama min zambi." Deb Peygamber sallam şuna deydi. Bir adam rozi eydan, yani Ramazan eydan, şu rozini iman etkallık cihetten, yani şu Ramazanniki Allah Taala'niki bendelerge, özüniki mümin, Müslüman bendisiga meni farz qilgan ekanligini o adam resmi iman etib ishini tasdiq qilib, şu Ramazan eydan roz tutsan ve ihtisaben ve şu Ramazan tutuş arkalık bu ademge Allah Teala bunun karşılığında Allah hesap biz bana sevap verdi diyen muşun nersini ümit kılıp bir adam roz tutu diken şu adamniki iligaki günahlarınki hemmisini yok kılınıdı değil. Yani bir adam muşu Ramazanniki hakiki yani Allah Teala taraftan farz kılan hakiki bu farz ikenligi işinip ve onunki karşılığında bir adam muşunda farz ahkamla kısa bunun karşılığında Allah Teala sevap verdi digenligini ümit kılıp bu adam Ramazan eyda tulup 30 gün Kur'an hadiske körsetken farz, vacip, sünnet ve nimene kılması kerek digenlide nersige rayı kılıp muşunda roz tutu diken bu adam o adamniki ütüp ketken günahlarını hemmisini Allah Teala affo kılıp goya o adam bununki aldı da yani günah iş çok kılmagan dek çok oldu deydi. Bu nemeneki üstüde olan oldu. Bu Ramazan'ınki uluqluqның çok ifadesi çok boğan oldu. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in bir hadisi şuna dedi ki
kullu amel ibni Adem'e yudâaful hasenatu bi aşri emsaliha ila seb'i mi'ati daifin. Kâlallahu Teala illa savm fe innehu li ve ana eczi'u bihi yeda'u şehvetehu ve ta'amehu min ecli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna deydi. Mine her bir Müslüman kişininki emri, yani İbn Adem'ninki kılan, muşuk kılan faaliyeti, meyli o kılan faaliyet, közü bilen kısın, ağzı bilen kısın, putu bilen kısın, meyip kısın, tili bilen kısın, dili bilen kısın, meyli kanda bir faaliyet olu diken cezmen bu Adem'ninki kılan işlerininki hemmisini bizninki on ve sol taraftan ibaret olan iki ferişte yazıdı. Bu yazıp durdu bunu. Onun tarafıdakiler yaş iş kılan bolsa, onun tarafıdaki kiramen, katibin bunu yazıp durdu. Sol taraftaki ferişte, sol mürümüzdeki mesul, sol mürümüzdeki boğan bu ferişte bizdeki hata, günah, natoğru iş kılan bolsa bunu çok yazıp durdu. Muşu İbn Adem'nin, yani her kandak Adem, oğlununki, Adem'ninki balısı bolu diken, bu Adem'ninki oğlu çıkıdanı ferişte muekkel çok boğan oldu. Bu keç gündüz ayrılmaydı. Ayrılmay, muşu Adem her kandak yerde işini, bu iki ferişler çok yazıp durdu. Yazıp durup, bu Adem yüzü bir yaxşılık, yani yaxşılık iş kılı diken, bir yaxşılık iş kılı diken, bu yaxşı iş kılganınki karşılığında Allah Teala bir yaxşılık iş kılı diken, bunun karşılığında Allah Teala onun yaxşılık iş kıldı dep savap verdi. Hatta bununki derece şunda yukarı oldu ki, o adam bir iş kısa, yani 700 kata iş kıldı diye savabını verdi. Dedi Allah Teala bunun kelga vaktimizde şuna dedik illa savun. Ama rozu çok undağımız. Rozudan başka olan faaliyeti şu adamdaki niyet ve o adamın ihlası asasen bir yaxşı işini kılıdiken, en tövne bir yaxşı işini kılıdiken 10 kata kıldı da 10 kata yaxşı iş kıldı savap veriyordu. Onunki en yukarısı 700 geçiyasızlık çok verdi dedi. Bu kanda iş oluşta katı nazar bu müşünde haleti buldu. Endi bu ondan 700 esirken bunda buluşudaki sebep ne mi? Yani şu adam şu kılmakçı olan bir işini resmi o adam Allah'ın Resulü ne mi diyen şu kanuna asasen şu Kur'an hadisindeki ruhiga uygun halette ve onu Allah'ın Resulü buyurdu diyen itikad ihlasından kan bolsan, bu ihlas kan bu adamdaki niyeti asasen bu bir sevaplıki derecesi şuna oldu. O adamdaki o kan işinki şu niyeti ne kadar halis, ne kadar doğru, onunki farz, vacip, sünnet, şart sebeplerini hemmini toluk kadar şununla birlikte o adam bütün vücudu, bütün ihlasını fakat Allah üçülü dertmişine kan bolsa bu Kur'an-ı Kerim hadisi Resulullah kösetmiş boyunca aynı kan bolsa bunun derecesi şu en yukarı buludu ki 700 kata bu adam iş kıldı da savap çok beğen buludu. Ama şu emelin işi de rozunluğa mesele. Rozun ki bu rozun bir yaxşı iş. Ramazan roz tutuşunun yüzü. Roz tutuşunun yüzü yaxşı iş bolsa mı? Ama Allah Teala bu yılki bir adam yani bir yaxşı iş kısa ondan 700 güçlük vermem diyen bu işini Allah Teala bunu da ıslahıp çıkarıp aldı. O bendininki her bir insandaki işini ferişten, muakkel olan ferişten yazsa ama şu yazış işini fakat Allah Teala bu rozu kelga vaqtda onu ben özüm yazımam. Onu ben ferişterge ben onu muakkel çok koymamam dedim. Ne için? Allah Teala şuna dedi ki Allah Teala şuna dedi ki fe innehu zih cezmen bu roza men üçündür. Yani bu roza, o rozunu, o adam fakat meni dep çok tutkan bolgan oldu. Bu rozununki ne kadar hem de Allah Teala buyuruptur dep o adam şu rozunu tutuşu bunu da ya ki taşkari taraftan bir adamga yani zahir tarafta görülmeyin. Yani bu adamın tamahimi yanıldığı, işmeyenliği ve hakaza işleri desek, mesela cinsi münasebet ötkezmeyenliği desek, bu kişilerin mahbi olan bir iş. Bu işini hem de bir adam mesela
taң atqandan kun o'rtog'iga qadar tamoq yemishim yemasligi mumkin. Buni hech kim uqmaydi. Ammo kecha kunduz ayrilmaydigan bir turgan odam bo'lsa, u bo'ladi. Ammo uni g'ayri bo'lgan odam bilmaydi. Mesela tamoqni yeslar desa yemayman, yoki yoqtirmayman, qo'shib to'xta desa hech qanday bu odam yaratma, ya'ni qimmat qo'shib to'xta yemakli deymiz. Ro'z degan gap uchu bilmaydi. Bo'lmagan uchun bu ro'zdan iborat bo'lgan mushu ibodatlarningki ichidagi butkul ibodatlarning ichidagi ro'za faqat Alloh taoloninki xos Alloh taolo uchun bo'lgan bo'ladi. Ammo Ramazondan keyin g'ayri bo'lgan ibodatlarga qarasak, masalan, tarat elish, namoz o'qish, zakot berish, haj qilish, deganidek, masalan, jihad qilish, Qur'on o'qish, tabliğ qilish, o'qish, o'rgatish va hijrat qilish, zulmga qarshi turish, mustamlikaga qarshi turish degan bunday qiliqlarning hammasi yaxshi ish. Ammo bu ishniki maxfiyati yo'q. Uni jazman ikkinchi bir kishi, ya'ni ikkinchi odam ko'radi. Buni ko'rmaydigan faoliyatniki ko'rmaydigan bo'lishi az bo'ldi, masalan, namoz, tahorat va hokazo. Ish az bo'lgan bo'ldi. Buningda endi ish bo'lmadi deganda bir riyo, bir narsa oshkora, bir riyo narsa uchun yoki qo'shib qilish mumkin. Buni asosan endi qolgan faoliyatlarniki ko'pincha mushundaq yerga g'ayrini niyat qilgan holatda unda tashqari tarafdan bunda bu qilish ehtimoli bo'lgandan keyin, ammo Ramazon unda bo'lmagandan keyin şu ibadetlerinin içinde Allah Teala şu ibadetlerinin içinde rozunu istisna qilib, rozu bergan mukofati va pirishta unda ondan 700 berildi pirishtaga tashlab qo'ymayman deydi. Uningki nemisi jazosini faqat uni berilgan roz tutgan odamniki roziga berilgan savob va mukofotni faqat men nima qilaman, men beraman. Va ana ajziu bihi va ana uziu bihi. Mene bu adamniki roz tutgan rozu qarshi men mukofot vermen deydi. Qolgan yaxshi kishi, qolgan yaxshi amallarni u adamga muakkal bo'lgan firishtalar u yezib shunda mukofot bergan bo'lsa, shunda yozgan bo'lsa, ammo Ramazon men uchun bo'lganligi uchun meni bu Ramazonni ki mukofotni faqat men o'zim berishga men o'zim uchun mas'ul. Nima uchun? Chunki bu odam in yadau shahvatahu va ta'amahu min ajl. Chunki bu odam o'ziniki yemak, ichmak ishlarini va o'ziniki ishtiha qilgan shahvat nafsini bu odam meni deb nim qilgan uni tark etgan. Alloh taolo meni bandim mu'minlarga balog'at yetgandan keyin ro'za tutish degan bu farzni Alloh taolo Qur'oni Karimda qilgan degan men bu farzga asosan men qanday qilishim kerak? Bu ro'zani tutishim kerak deb u odamniki biz moddiy dunyoda bizning tabiatimiz bu tuproqdan paydo bo'lgandan keyin bu tuproqdagi narsani mana bu narsani tabiatimiz tatib uni yeyishga noidibak nima qiladi yoda noidibak tatidi. Endi shunda tatib turibmi biz Alloh taolo yemaslikka bu Ramazon oyida ro'za buyurtgan deb o'zimizdagi nafsini tutganligimizdagi o'zi bu kim uchun bo'lgan bo'ldi? Alloh taolo uchun bo'lgan bo'ldi. Chunki biz niki tabiatimiz, ya'ni badanimiz mana tuproqdan, suvdan tarkib topgan mush narsadan yasalgan, yaratilgan bo'lgandan keyin bizning tabiatimiz shundan chiqqan shu narsaga asosan shu narsani noidibak talab qilgan bo'ladi. Biz endi uni ham talab qilgandan keyin nafsimiz ish qilishimiz kerak. Qo'slig'imiz ochdi, bir narsa yeyishimiz kerak. Chunki bu jism moddiy narsa talab qiladi, buni to'shqazimiz bo'lmaydi. Usaymiz, suv ichishimiz kerak. Nafsimizniki shahvat nemisida bir ayolimiz bilan yaqindoshlik qilish jinsi munosabat o'tkazishni bu talab qiladi. Endi biz bu ishni faqat Alloh taolo bu ishni qilma deganligi uchun biz buni qilmaymiz. Endi buni ham tabiatimiz inson bo'lgandan keyin buni talab qilgan bo'lgandan keyin biz uni qarshi mushla ish qilgan bo'lgandan keyin buni asosan bizniki endi bu jismoniy ham moddiy tarafidan biz o'zimizni g'olib keltirib, u jismonimiz talab qilgan u narsalarning ustini g'alaba qilib, biz uningki muqtazosi bo'yicha ish qilmagandan keyin bizdagi bu tarafdan bo'lgan uni yemaslik, ichmaslik, jinsiy munosabat o'tkazmaslik, g'ayba shikoyat qilmaslik degan ishlarni qilish orqali biz u moddaning butkul talab qilish, uni shahvat tortish, uni muqtazo iqtizo qilish deganida
Bundan narsa hammani uni faolaj holatga kelgandan keyin bizning bu tarafimiz nimaga o'xshaydi? Ferishtaga o'xshaydi. Yani ferishta u jismdan, yani tuproqdan, yani yer sharidagi tuproqdan iborat bo'lgan to'pa, suv, havo, mana nurdan, mana bundan nimadan havo, tuproq, suvdan yoritilgan narsa emas. U nuroniy bir nurdan yoritilgan. Shu ular yemaydi, ichmaydi. Bizdeki hamda bu Ramazanda hamda yemay, içmay, mushunda ish qilishimizning o'zi tabiatimiz ashun tartib tursinmi, ustab tursaqmi, qo'simiz echib tursinmi, ko'nglimiz, ayonimiz bilan birga o'tkazishda qilib tursinmi, biz uni unmay, uni besish orqali biz ruhiyatimizni kuchlantirgandan keyin bu tarafdan biz nimaga o'xshagan bo'ldik? Mana malakut, ya'ni malakut ruhiga, ya'ni ferishta ruhiga o'xshagan bo'ldik. Bu favqulodda yuqori bir martaba darajasi bo'lgan bo'ldi. Buni asosan biz inson turib, insonlik holatdan chiqib biz malak ruhiga, malak hayotiga, malak olimiga biz u yerga chiqayotgan bo'lgandan keyin bu favqulodda cho'ng bir ne'mat ham fazilat bo'lgan bo'ladi. Alloh taolo shu buni asosan bunga berilgan mukofotning o'zini faqat men beraman, savobni men beraman deyish sababchi bu. Endi mana bu Ramazonda mana Ramazonning ulug' ekanligini Payg'ambar alayhissalatu vassalamning bu hadisida shuni deydi. Payg'ambar mana biz hozir o'qigan hadisida ro'za tutgan odamga berilgan mukofotni Alloh taolo faqat o'zi uchun bergan uchun bo'ladi. Yana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana shuna deydiki as-siyamu junnatun. Peygamber sallallahu yine Ramazan'daki ulug' ekanliginiki yeni bir hadisda Peygamber sallallahu dedi ki ya ahle şebab tezavvaju men istata'a minkum felyetezavvaj. Ey yaşlar guruhi, sizning içinizden o'linishga, to'y qilishga qodir bo'lgan kishi o'lansin. Eğer o adam to'y qilishga qudrati yetmasa, yani moddiy tarafdan yoki boshqa ishlar tarafdan o adamga imkoniyati yo'qkan, anda bo'lgandan keyin bu kishi nima qilsin? Ro'za tutsin. Ro'za degan o adam uchun nimadir? Triya, junnadir. Yani qalqandir degan Payg'ambar sallallohu bir nemisi var, hadisi var. Mana bu hadisga asosan bu Ramazonning ne kadar ulug' ekanligini buni uchun ko'rib olamiz. Mana Ramazon tutish orqali o adamningki xato ishqa mubtala bo'lib qolishniki u nima to'sidi? Ramazon to'sidi. Yani Ramazon ro'za tutish orqali o adam o'zidagi shahvatini u yerda kontrol qilib, shahvat o'zini shunda xato ishqa qarashqa, tutishqa, qilishqa, shunda buyurgan bo'lsa, mana bu Ramazon bu nima bo'lgan bo'ladi? Qalqon bo'lgan bo'ladi, uni to'saq bo'lgan bo'ladi. Şu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala namaz hakkında to'xtalib shuna deydiki, inna salata tenha anil fahsha'i vel munkar. Yani namaz bu nima namoz degan? Men haqiqiy Qur'on-i Kerim hadisi Rasulullah'ninki aş ruhi ko'rsatgan, aşu ko'rsatmasiga asosan ruhiyatiga asosan o'qilgan namoz, men o namaz fahsha ishini to'sidi. O adam namaz o'qiydigan, o adamning vujudidan, so'zidan, qilig'idan hech qanday sert atlashmagan, unda qalamayotgan gap, so'z, harakat chiqmaydi. Va munkar Qur'on-i Kerim hadis Rasulullah'a uygun bo'lmagan, natonish bo'lgan, to'nmagan bundaq bir qiliqni o adam qilmaydi. Yani shundoq ishda namoz nima qiladi bu yerda? To'sidi deydi. Payg'ambar sallallohu bu hadisdan eğer o adam yosh kishilar bo'lib, yoshlik davrida hammamizga ma'lum, yoshlik bir adam balog'at yetgandan keyin yoshlik davriniki o'zida butkul vujudi urg'ib turgan bir davr bo'lgandan keyin bu davrning o'zida o adamdagi bo'lgan, u yosh bolada bo'lgan, yoshlarda bo'lgan shahvat favqulodda yuqori bo'lgan bo'ladi. Yuqori bo'ladi. Shu Payg'ambar sallallohu yoshlar ustida to'xtab shuna deydi. Chunki nima uchun unday bo'ladi? Hammamizga ma'lum. İnsan biz yeymiz, işçimiz, vakaza işini qilamiz. Bu işken yegan narsaning o'zi oshqozonimizga kirib, butkul vujudimizga qayaga nima loyiq bo'lganimizni shu yerga yetkazib berdi. Shu yegan narsaning o'zi yetkazgandan keyin ma'lum muddatda u narsa chiqmasa bo'lmaydi. İnsanlarningki badaniga qarab baxsak, bizning badanimizga chiqadigan narsa bir qancha narsadan iborat. Buningki hamda birisi oldi tarafdan bo'lgan suydik chiqmasa qat'iy bo'lmaydi.
Biz suv içimiz. Suv içkendan keyin bu bedenimiz kirgandan keyin ma'lum darajada manfaat bo'lgan narsa uni bizniki mushu hujayra uni betaraf qilib qo'ygandan keyin uning qoldig'i mana bizniki oldi yo'limiz orqali suydik bo'lib chiqadi. Agar bu suydik bu suydik chiqmasa, u odamda jazman kasallik holat paydo bo'lib, u odamda kasallik holat paydo bo'ladi, u odam oxirida halokatchi bo'ladi. Ikkinchisi oq tarafdan bo'lgan narsa. Men oq tarafdan bu kelgan narsani biz u yemak narsani yegandan keyin u narsaniki qoldig'imi oshqozon nemaga lozim bo'lgan bo'lsa, go'sht, tut, masalan, fay, qon va hokazo narsaga lozim bo'lgan narsa hammasi yetkazib bo'lgandan keyin uning qoldig'i uchoy orqali bizniki oq tarafimizdan bu narsa chiqadi. Chiqadigan u narsa chiqmasa bo'lmagan. Biz yeyveramiz, u narsa chiqish kerak. Agar biz yeyvergandan keyin u narsa chiqmagandan keyin bizda u to'xtab qolsa, jazman bizni u narsa halokatga olib boradi, kasal bo'lish orqali bu narsa chiqadi. Uning boshqa bizning vujudimizda ter chiqadi, tuk chiqadi, puroq chiqadi va uning boshqa mushnoq narsa chiqadi. Bu narsa agar shu Alloh taolo belgitgan qonunga asosan chiqmasa, jazman bizning vujudimizda bir xil kasal bo'lganligini bu yerda nima qildi, bu yerda uqtirdi. Shuning uchun shuning tarkibidagi bir qismidan bir tarifi bizniki vujudimizda balog'atga yetgandan keyinki bizning vujudimizda mana mushu nima qilgan, mushu yig'ilgan mani bu narsa chiqmasa bo'lmaydi. Bu narsa bo'libmi balog'at yetgan davrdan boshlab yosh davrigacha favqulodda urg'ib turadigan bir davr bo'lgan bo'ladi. Agarda bir odam endi taraqqa o'sib ketsa, yo siguz ketsa, u odam qarab baqsa bu yerda mesela u burni yoki xalo yo'q. Mushunday vaqtda qanday qiladi? U odam tabiiy holatda ko'ziga hech qanday bir narsa ko'rmay, barliq vujudi bilan u odam xalo izlash, u burni izlashga, shu narsani chiqarib etishga bizniki nervimiz shuning uchun signal uqtirib turadi. Agar u odam davomli nima qilaversa, u burni xalo bo'lmasa, u yerda jazman chiqaradi. Bu orqali u muvofiq bo'lmagan bir yerga chiqargan bo'ladi. Shuningdek, ma'lum bizniki vujudimizda ma'lum darajada chiqib turish kerak. Bu ma'niniki barliq kelishi biz yeyotgan yemak, ichmakdan iborat bo'lgan narsaniki ta'siridan bu ma'ni paydo bo'lgan bo'ladi. Bu narsa chiqaraversak, u vujudimizga kirgan narsa ma'naviy tarafga bu yerda u jug'lini yegandan to'plini yegandan u narsa chiqmasa, qanday qiladigan uniki chiqadigan ma'lum bir halol bir yo'li bor. U nima oldim, taydim deb nima qiladigan halol juft bo'lgan ayolidan iborat bo'lgan bu jinsiy munosabat o'tkazish orqali chiqadigan narsa. Agar u odamniki, u odamda yosh masalan, u odamlarda shunday ayoli bo'lmasa, qanday qiladi? Shu xato ishqa, o'sha harom narsa qarashqa, harom ishni qilishqa, zina qilishqa, mushuni xato ishni qilishqa, mana bu badanimizdagi bu ma'ni, men u odam shu ish qilishqa buyurdi. Endi buniki birdan bir endi hal qiladigan yo'li nima? Payg'ambar alayhissalatu vassalamniki diginida mushu ro'zadan iborat bo'lgan narsa bo'ldi. Roza yani aşu 12 saat yani aşu tavatkandan tartıp gün olduğun kadar o adam yemesi içmese yani o adamga nispeten o şehvet payda olgan narsa kamla dediğin gibi. Kamlagan diken uçadı o şehvet azak edildi. Azıgan diken o adamga nispeten hata iş bulduğunda Ramazan roza o adam nispeten ne buldu? Tosak oldu. Yani aşı roz kan üzü o adam nispeten şehvet azagan buldu. Uçadı şehvet o adamın hata işini kılışkan onda kızıktırdıgan uya qarıttıgan işini çok kımıgan oldu. Bunu asasen Peygamber aleyhissalatu vesselam'daki bu hedisi de yaşlarını toy kılışka buyuruşu eğer o kudret yetken olsa, kudret yetmegen olsa rozu tutuşka buyuruşunaki sebebi çok bu olan oldu. Şuna bu rozuniki faziletindeki bir paydası çok, fazileti yani onun bir faydası çok bu Peygamber Aleyhisselam'daki digenidir. Yani Peygamber Aleyhisselam'daki digeni, Peygamber Aleyhisselam'ın hedisi digenidir. Ramazan bizge nispeten neymi onu kalkan. Biz hem de 360 gün yani 365 gün desek biz hem 335 gün müşten yep içimiz. Bu yep içkendeki kalıgan müddet yiyemiz, kancı saat, kandakça deysek buludu. Bu arkalık bizim vücudumuz bunu netiken cismani tarafta semeriş, şehvani, hayvani nefsimiz bu yer kuşunup ketken çok boğan buludu. Bunu tizgirleş için Allah Teala bizge bir ay
12 ayning ichida bir ay roza tutishga nima qilgan, uni tarix yo'q qilgan. Bu bizlarga nisbatan bu foydali. Chunki biz eng xatar, eng iflos bo'lgan zinodan iborat bo'lgan bu narsani qilmaslikqa uni to'sqinlik bo'ladigan Ramazon bizga sabab bo'ldi. Shu Ramazonni nima qilishimiz kerak? Bu yerda tutishimiz kerak. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Ramazan tutkan, roza tutkan adamga nispeten şuna deydi ki, ne mi deydi Peygamber aleyhissalatu vesselam? Bir adam roza tutkan olsa fela yarfes ve la yasraf. Şuna deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer siz roza tutkan olsanız, sizler hiç qanday vakitte sert, buzuq gapni qilmanglar. Ve la yasraf. O adam hiç qanday vakitin yüzüden u iş kana faydasız, undaq bir menfaati yok, unda qalaymagan gap bilan söz yok. Qilmasin o adam roza tutgan bo'lsa. O adam roza tutgan bo'lsa, uningda qalaymagan gapni, qalaymagan söz, harakatni qilmasin. Nima uchun? Chunki bu odamga nisbatan shu yerga tamatgandan tortib iftor qilgan vaqti bo'lgan orliqniki hammasi men ibodatning ichida bo'lgan bo'ladi. Bu goya biz endi Allohu akbar deb namoz o'qigan, shu takbir aytib, salom bergan orlig'ida mana biz hech qanday bir ishni qilishimiz, bu dunyoviy ishni qilishimiz, biyan tutishimiz, mengishimiz, qolishimiz bu ara. Bu durus emas. Bu chunki nima ibodat? Biz ibodatning ishini turyapmizki, Allohning oldida turyapmiz. Shuningdek mana bu bizga nisbatan bu Ramazonmi shu ikkinchi tongdan iborat bo'lgan so'rlarni to'xtatgan vaqtini tortib tamat qilchilik bo'lgan orliqdagi vaqtning hammasi bizga nisbatan bu nima vaqt bu? Bu bizga nisbatan ibodat vaqti, ya'ni ibodatning ichi turgan vaqti. Ya'ni Alloh taolo bizga farz qilgan Ramazonni, ya'ni ro'zani tutib, shu farzni biz ado qilayotgan vaqtimiz. Ya'ni bu vaqtlarniki o'zida bir odam ursa, sert gap qilsa, qalaymagan mushunda gap qilsa, bunda adam qattiqcha durustcha bo'lmaydi. Shu Payg'ambar sallallohu bir adam siz mushunda ro'za tutgan bo'lsangiz, men bunda adam fala yarfas va la yasab. U adam hech qanday sert qalaymagan chaqchaq, unda manfaati yo'q, foydasi yo'q, unda gapni qilmasin deydi. Fa insabahu ahadun. Agar bu adam birisi bilan ro'za qilgan birisi tilishib qolgan bo'lsa, yoki urushib qolgan bo'lsa, u adam nima desin? Fel yakul inni saim. Pes desin o adam men roz tutup kaldım. Men rozudarman. Kapılma. Dep o adam şükürsün deydi. O adam akanca tıllap kesim o adamını ya urup kesim o. Men Ramazan roz tutkan vakti yüzüden o adamı yine tanıtıp nemiş kıldım dep onu vakırıp onda çok kımısın deydi. Çünkü biz aviyatı degende neyim için biz ibadetin üstüdücü işli turvatımız. İbadetin işi turvatkan olan deyken bu ibadetke bu işler nima qiladi? Ta'sir qiladi. Agar bir odam namoz o'qiyotgan chog'ning o'zida namoz o'qiyotgan ichida birisi bilan tillashsa, gaplashsa, urishsa namoz nima ketadi? Buzilib ketadi. Shuningdek bu ro'zani mushunga nima qiladi? O'xshaydi. Shuning uchun biz qanday qilishimiz kerak? Bir odamga mushunda urishib qolsa, yo tillab ketsa, yo bir ish qilib ketsa, biz uni o'xshash, u deb bunda turmay, onun üzerinde derhallıkla biz uçağın üzerinde qanday qilishimiz kerak? Derhallıkla biz o adam cevap verip, men roz tutatmay, haq bo'lman deyish kerak. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki yine bir hadisi de yine şuna deydi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam yine bir hadiste yine şuna deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam yine bir hadiste de yine şuna deydi ki Ramazan'niki layık uluq ikenliğiniki üstüde toxtulur. Peygamber aleyhissalatu vesselam şuna deydi ki bir adam namaz okusa, bir adam namaz okup bu namaz okuyan olsa yoki bir adam cuma okuyan olsa ya roz tutgan olsa meni okuyan bu namazı, cumasi, Ramazanı
bu namazın, o namazı kelci boğan günahın hemmini çok, onu hemmini yok kodudu. Bu cüme okan olsa bir adam, bu cümeden yeni bir cüme kelci artık olan günahın hemmini çok, o cümenin kodudu, o cüme yok kodudu. Hem yine şu adam, yine roz tutkan olsa, bu Ramazan bilen yeni bir Ramazan'ın ağırlığı kıp kalgan, aşında uşak günahının hemmini, bu Ramazan o adamın günahının hemmini çok yok kodudu. Madem ki o adam günah kebireden saklanan bolsa diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bir çoğu hadisi var. Bu hadiste Ramazan'ınki ne kadar uluk ikenligini bu yerinin bulduğu Peygamber sallallahu bu hadisi de bildirdi. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki yine bir hadisi de yine şunda deydi ki la halufu pemissayn cezmen rozu tutkan adamın ağzıdır çıkan furak mene atyabu min reyhan misk men Allah'ınki dergahıyda ifarninki furgıdın mu şundak çok tatlık şundak naayet şirin şundan naayet bek mezzihteydi. Yani bu adam hem de tanatkanı tadik gün oltuğuşu boğan ağırlıkta bu adam ne makam adamdı bir nesime. Yemi geldi ki bu adamın ağzıda bir burak karışı çok mümkün. Biz adamlarga nispeten bu yeraki sel etleşmegen burak olsun lekin Allah'ınki dergahida en naite kuş buraktan ibaret olan aşın ifar, aşın miskten, aşın mu kuş burak olan bir burak olur deydi. Bunu pirişte, yani pirişte vücudunu yekken bu kişiler bunu çok bilalıydı. Yani Allah şunda burak nem kılıdı. Biz cismani taraftan bundan burası ruhi taraftan etrafına aşıp goya bir ettir, şunda bir ifarını, şunda bir ifarına pek hoşbur goya ifarına çaşkanda acı Ramazan tutkan adamın ağzından pur çıkıp turudu değil. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi de çok, bunda çok değil mi bu neyim arkadaşlar arkadaşlar. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki yine bir hadisi de yine şunda deydi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki yine bir hadisi de yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadisi de şuna deydi ki yine Peygamber sallallahu aleyhi ve Ramazan'ınki üstüde fazileti üstüde toktulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki men fettara saimen ev cehheze gaziyen felehum mislu ecrihi dedi. Peygamber şuna dedi bir adam bir roz tutkan adamın iptal kıldıysa ya ki cihat çıkmakçı olan kişiye o cihat çıkmakçı olan kişilerini o kişinin yaptıp şu cihat çıkkanına layık müşünde işlerini kıtlayan olsa şu kişi için şu roz tutkan şu iptal kılgan adamga şu roz tutkan kişinin ecirinin okşuşu boğan oldu. Yeni bir siyahı deyken o adam cihat kılımın da Xuda yolunda cihat kılımın da çıkan kişiye iktisadi ve hakeza tarafından hem tarafından yardım verip o adamın şu yolu sağlam olsa şu adamga şu mücahide kandak ecir olan olsa şu adam şu mücahidin teyyarlar aş yolga hazırlayan olsa şununki savabınınki aynı çok okşar aşınlar çok boludu değil. Yine Peygamber sallallahu yeni bir hadisi de bir adam ne mene aşında iftar kıldıgan bolsa mene o adam iftar rozqa adamniki savabı qanchalik olgan bolsa iftar kıldıgan adamın şundaq çok aynı savab çok boludu. İş kalabilir. Kim ketmeydi o degan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna deydi. Yani bir adam mesela 10 kişini iftar kıldırıptı. Ya 20 ya 30 ya 50 ya 100 kişini iftar kıldıgan bolsa şu adamga şu 100 kişiye qanchalik Allah Teala savab bergan bolsa şu iftar kılgan kişiye şu kişilerin 100 kişideki savabı birdeki yani 100 adamniki savabını o adam için yazıldı deydi. Bu ne için? Biz ötkenki dersini topladıkanda çünkü bu Ramazan degen Allah'ınki şu ay.
Bu Allah'ınki şu arı boğan diken, bu adam hem de iddia kuzgan adam, bu roz tutkan boğan diken, bunu hürmetlişiniz kerekken de bu adamın iddia kuzgan diken, o adamdaki vücudu diken, bu iddia kılduruş, o adamın vücududaki takvalıkını nem kılıdığını bildirdi. Yine Peygamber Sallam'daki indiricisi de yine şuna deydikken, bir adam Ramazan iyida hiç kan bolsa, yani ömür kan bolsa, o adam men bilen okşaş, muşunda ömür kanqa okşaş boğan buludu, yani hiç kan okşaş çok boğan buludu değil. Yani Ramazan muşu rozu iyida bir adam Mekke haramiga berib, muşunda şu neme kan bolsa, benim şu ömür kan bolsa, o adam Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen okşaş, men ömür kıldı yoki haj kıldı deganlikdagi savobini çok bergan bo'ldi. Bu nima uchun undaq bo'ldi? Chunki Ramazan oyi degan biz o'tgan darsimizda hozir deyilayotgan mana shu oyat 7 asosan favqulodda yuqori ulug' bir oy. Bu ulug' bir oyning ichida bir odam shuna bir yaxshi ish qiladi ekan, buniki eng tövni 100, eng tövni 10, 700 hatta 7000 qichilik Allah Taala men berdi, savob berdi. Ama Ramazanda, mana Ramazanning kelgan vaqtimizda Allah Taala 100 bevasi savob bergan bo'ldi. Anda olgan ekan bu odam Ramazanning oyida yana bir ibodatni qo'shgan ekan, bu yerda favqul oddiy yuqori bo'lgan bir ibodatga yana bir ibodat qo'shilgan ekan, bu go'yo yana nurning ustiga nur bo'lib favqul oddiy uning derisi yuqoricha bo'lgan bo'ldi. Bu arka anadaki Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen okşar bille çok ömür kanındaki savabı çok belgen çok boğan oldu. Yine bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ki hadisi de yine şuna dedi ki bir adam roz tuttu. Bir adam roz tutkan olsan, o adamın ki üzeri roz tutkan vakti üzerden, yani o adam neymişini terk etmedi. O adam kavli zur, yani zur işlerini terk etmedi. Yalgan gap qilish, böhtan çaplaş, günah, nasihat bulunduğun bunda bir işini terk etmedi. O adam roz tutup bunda işini kılmayın, roz tuttu mu, başka vakitte jüdü mü, onunla hiç kanda kar yok. İn yalgan gapni qilib yuribdi, va'dasi tutmay yuribdi, munofiqning sifatlarini qilib, gapisi yalgan gap qilibdi, va'dasi tutmabdi, bunda xiyonat qilibdi, böhtan çaplash, ishni shunda g'ayba shikoyat ishni qilavergan bo'lsa, mening bundaq odamga nisbatan Alloh taoloning hech qanday bir hojati yo'q deydi. Yani bu adam roz tuttu mu, tutmadı mı, hiç kadar bir haceti yok ki, yani yukarıda hadis degende Allah Teala'nınki men savab bermen, mukafat men bermen deydi, işçi bulmaydı. Yani bunun savabını Allah Teala vermedi deydi. Fakat o adam şu perzini şeklen uçan yüzüde ada akan buludu, o adamı birilen fazilet savabçı bulmaydı. Ondan firişlerge uçağı havalık koydu, uçağı onun savabını Allah Teala vermeydi. Şunun için biz roz tutkan vakti yüzüde, benim yukarıda 7 sağa asasen biz ibadetin işi tuğan boğan deyken, bizdeki devamlı kılıdığan işimiz zikir, tesbih, Kur'an'ı okuş, teheccüd, muşu durud, vakaza yaxşı iş, emir ma'ruf bil ma'ruf ve nehi anil munkerden ibaret olan muşunda işleyen bu işimiz çok gerek. Bizdeki bu Ramazan'da roz tutkanlığımızdaki yüzü, Ramazan'da roz tutkanlığımızın yüzü, ben ibadet kılıp ibadetin işi de olan oldu. Şu an bir adam namaz okuğa vakti yüzüde namaz okudan kulak kalkan deyken şu duruş kıtti dursanız. Şu namaz okuşun içinde belgelgen şu ayet, şu zikir tesbihini, şu orucu okuş gerek. O adam şekilde şuna kalmaz, namaz olmaydı. Namaz için namaz olmaydı. Şunun da biz bu roz tutkan vakti yüzüde Ramazan'da biz devamlı Kur'an-ı Kerim'in devamlı okuşumuz, Kur'an-ı Kerim'deki sebebiden, bu Kur'an-ı Kerim'deki düşkenlik sebebiden Allah Teala birinci kat asmağa düşüyen, onun deyken tedrici bu şekilde Cibril aleyhissalatu vesselam Peygamber sallam'daki devrde boğan vakalarına nispeten, her bir vakaya nispeten ayetini birbirle düşüyen.
degan mushunda tushgan bo'lgandan keyin, mushuna asosan oyat ishlab tushgan bo'lgandan keyin, buni biz davomli mushuna bo'lgandan Qur'onni mayli qancha kechimi kunduz o'qishimiz, anglashimiz, tafakkur qilishimiz, tafsir o'qishimiz, ham mulohaza qilishimiz, ham anglashimiz, ham ikkinchi bir adam deyishimiz, davomli zikr tasbih bilan o'tishimiz kerak. Mana bundan vaqt o'zida mana qanday qildi Alloh taolo mana bir oyatni o'qisa, u shu Ramazonning ichida 10 oyat, 100 oyat, 1000 oyat, 10,000 oyat o'qigan bo'ldi. Bir qator Qur'onni tugatsa, necha ming qator tugatganning savobini berildi. Bu Qur'onni tugatishimiz bizningki o'zimizniki niyatiga bog'liq. İnnemal a'malu binniyat ve innemal likulli imrin ma nawa degan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam asosan shu Qur'onni biz o'qib tugatishimizda uning ma'nosini tushunib shunda o'qidikmi, ixlos bilan o'qidikmi yoki bo'lmaydi og'zimizni o'qib ko'nglimizni boshqa yerdimi, nima uni o'qidikmi, yo uchun o'qidikmi, boshqa odamlar ko'rsin, mana muttaqiga deb o'qidik, bunimi bu niyatimizga bog'liq. Shuni asosan niyetimiz qancha darajada bo'lgan bo'lsa, savobchi shunda bo'lgan bo'ladi. Shuna bu Ramazonda mana qilgan har bir ibodat mana haslab Alloh taolo savobchi berdi. Shuning uchun biz davomli bu ro'zada davomli shunday yaxshi ishlarni qilishimiz, davomli uddan ishlarni qilishimiz, vaqtimizni hech qanday bir vaqtda bekor o'tkazmasligimiz, hech qanday bir xato, hech qanday bir gunoh, ma'siyat bo'ladigan, unda g'aybat, shikoyat, unda bo'ladigan, bir-birisininki g'iybatini qiladigan, g'aybatini qiladigan, so'kadigan, tillaydigan, haqorat qiladigan, kamsitadigan din iborat bo'lgan bunda gunoh, ma'siyatni qilmasligimiz kerak. Chunki biz ibodatni uchun turyapmiz. Agarda u ishni biz uni yana aşı roz tutup, yine aşı ona roz tutmagan adet aşındaklı bo'ladi ekanmiz. Biz qanday qo'yamiz? Yuqori hadisga asosan bizga nisbatan Allohning hech qanday ehtiyoji bo'lam. Meniki bendam roz tutibdi deydigan ishchi bo'lmaydi. U savobchi bo'lmaydi. Faqatla o odam nima deydi? Payg'ambar hadis deganda, faqatla u osh qolgan bo'ladi, faqat usiz qolgan bo'ladi, faqat o'z nafsini jafo tortgan bo'ladi, faqatla shu deydi. Hadisda. Shuning uchun bunda ishqa biz giriftar muqtada bo'lmasligimiz uchun Qur'oni Karim hadisi Rasulullohning ko'rsatganicha davomli zikr tasbih, davomli Allohni yod etish, Qur'on o'qish bilan yutishimiz uchun kerak. Bu Qur'on mana bu Ramazon oyida bir qator o'tkazish ko'p ulamolarningki nemizga asosan sunnat va muakkada deganlar bor. Bunu bir qancha qator o'tkazish kerak. Hatto Payg'ambar alayhissalom vasallam mana Ramazon oyida qayta o'qib, men bir qator o'tkazyapti degan nima aytsa. Sahobalar mana Ramazon oyi kelgan vaqt o'zida mana faqul adda boshqa vaqtlarga nisbatan o'qishmay bir odat o'tib ketdi. Yanda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Payg'ambar shuna dedi, qarshilashgan edisizlar. Payg'ambar sallallohu Ramazon kelgan vaqt o'zida boshqa vaqtga nisbatan Ramazon oyida yaxshilik ishga go'yo aji yugurib, ma'nodan at o'xshash dedi. Ramazon oyida, ro'za oyida. Bir yaxshi ishni Ramazon oyida ko'rgan bo'lsa, aşı naydi tez süratda ma'nodan qanchaki tez surat shunda ishtik ma'no. Payg'ambar shu yaxshi ishni o'g'amiz shunda ishtikcho ma'no deydi. Payg'ambar sallallohu Ramazon oyida qilgan yaxshi ishini tasvirlab bu shaklda tasvirlab o'tadi. Ya'ni biz yaxshi ish qilib ekanmiz, davomli bizning iqtidorimiz, istiqomatimiz yetgan muddatga qadar bu ishni qilishimiz Ramazondan iborat bo'lgan bu ulug' oyni buni g'animatini bilishimiz uchun kerak. Bu Ramazon oyining ulug' ekanligi bütün dünyadaki Müslümanlara hammasiga nisbatan o'xshash. Endi haramga kelsak, haramdan keyin ulug'larımizga ma'lum. Bu yerga ba'zi odamlar bora oladi, ba'zi odamlar bora olmaydi, har xil sabablar ham bor. Haramdagi ulug'liklar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deganida bir odam haramda turib bir rakat namoz o'qisa, mana 100 rakat namoz o'qidi deb yoziladi degan çok Payg'ambar hadisi var. Ve onun başka mana haramda turib bir odam bir yaxshi ish qiladi ekan, necha 10, necha ming hasi yaxshi ish qildi deb yoziladi degan hadis çok bor. Bu hadisga asosan bu haramning ne kadar ulug' ekanligi bu yerda bilvog'i shu bo'ladi. Endi biz davomli biz haramga boramaymiz yarishni. Bu Allah Teala'nın rahmeti yüzünden bizga mana şu baramagan kishilarga nisbatan mana bu Ramazondan iborat olan bu ayni bizga shunda bir shaklda bizga muayyanlashtirib berdi. Agarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan hadisga asosan
Ramazan ayida yani ulug' jag'i basak bilan nuronning ustiga nur bilan yasanning ustiga yasan oldu ki şunda bir nur, şunda bir nar, fakiz ibadet açıp bu kedidi ki bana nur halet kedidi ki bana bu adet şunda bir adet afirdi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen ömür kanı okşaş ya ki acı kanı okşaş diyor sevapçı buldu. Şu an biz bu Ramazan ayının ana ayda biz ehemmiyet verişimiz, onun sel karamasımız, vaktimizi bir kahı çok, öpkezmesimiz çok gerek. Bizdeki bugünkü bu katanki dersine müşahitlik olsun. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.